Larimiz uchun bugun ajoyib obyektimiz chiqqan. Abdurahmonda biz kelis. Abdurahmonda biz 8 sotuq to'g'ri turburchak uyimiz chiqqan. Fasadimiz 20 ga 40 to'g'ri turburchak. Maktab, bog'cha, atiga shunday yo'l, katta yo'ldan 300 metr. Orientirimiz Abdurahmon zapravka. To'liq obzorni yana ichkarida ko'ramiz. Mana bu darvozaxonadan kiraverishimiz ikkita mashina bemalol sig'adi. Okam orzu havasli ekanlar. Mana bog'larga bir e'tibor berasizlar, mevali daraxtlar turibdi. Endi esa obzorni yana ichkarida davom ettiramiz. Kiravish eshigimiz отопление sistema o'ziniki avtonomli bo'ladi. Juda ham issiq dedilar okamiz. Chap qo'lda birinchi xonamiz, ayollar yaxshi ko'radigan, maza qilib tayyorlaydigan oshxonamiz bo'ladi. Juda ham keng ekan. Bemalol shu yoqqa o'ntalik stol qo'yib, mehmonlaringni kutsalaring bo'ladi. Hamma xonalarimiz katta razmerda ishlagan ekan. Patologimiz 320 juda ham keng. Mana bu hol qismimiz ko'rib turibsizlar, juda ham keng bir planirovka, svobodniy planirovkada qilingan ekan. Tepamizda bitta uzun spalnimiz bor, master spalni, ichida o'zini sanuzellari bor, odam bor ekan, bu yoqda ko'rsata olmaymiz. Bu yog'imiz esa hammom va yonida o'zini hojatxonasi joylashgan. Bu yoqda spalni xonamiz. Ko'rsatib o'rasiz bir. Detskiy xonamiz, bu yoqda navbatdagi xonamiz detskiy xona bo'ladi. Yonboshida yana bitta o'zingizlarni dedinglarga moslab xohlaylar spalni xona, vzrosli xohlaylar detskiy qisalaring bo'ladi. Получается, 1,5 уровень hisoblanadi bu, 1,5 уровеньda bo'ladi. 6 ta xona, bitta oshxona, 3 ta sanuzeldan iborat. Narximiz esa 180 ming startoviy so'ralyapti, yana tepasida ozgina o'tiradigan joy bo'ladi.